Shu praktiklarni qilib, ustozlarning gapidan chiqmasdan, darslarimni qilib, kechalari bilan uxlamasdan deylik, aslan 8 oldim. Xudo xolasa 9 olish niyatim bor. Jonga ham tegib ketdi shunaqa intervyular berib borib. Alsan 6,5 olganman. Ko'plar so'raydi, qanaqa bo'ldingiz? Ma'ruf aka sirri bormi? Qanaqa bo'ldingiz dedi. Bitta javob beraman. Odamda xarakter bo'lishi kerak. Yo'q, haqiqatan ham xarakter bo'lishi kerak odamda. Xarakter bo'lishi kerak, yaxshi o'qish kerak, o'zida bo'lishi kerak. Tushunasizlarmi? O'zida bo'lishi kerak. Menga dadam aytardi. Ichingda g'ujur bo'lishi kerak deb. O'sha narsa odamga turtki bergan, tushunasizlarmi? Turtki bergan. Uxlash kerak emas. Umuman uxlash kerak emas. Eshitganman odamlar 10 soat, 15 soatda uxlayotganlar bor. 3 soat, 4 soat uxlamay, zatto o'qing o'sha vaqtga. O'qing o'sha vaqtga, olasiz siz ham. Listening bo'ladimi, reading bo'ladimi, writing bo'ladimi, speaking bo'ladimi, hammasini parallel olib ketish kerak. Parallel tingma-ting olib ketish kerak. Bir xillar eshitganman-da, reading ko'taraman, listening ko'tarib olaman deb imtihonga kirib chiqib, olib chiqaman dedi. Yo'q. Bunaqa bo'lmasligi kerak. Speaking 6. Writing 6,5. Yo'q, qiyin. Menimcha ola olmaysiz. Harakat qilsangiz olishingiz mumkin, bilmadim men ham to'g'risi. Xolos, nima demoqchiman? Ishlash kerak. Odam bunaqa dangas bo'lmasligi kerak, o'qish kerak, ishlash kerak. Harakat qilaverasizlar, natijasini beraveradi. Bo'ldi, men ketdim. Olayman mikrofoningizni.